Programımızda anlaşılığını qarşı alınız. Bugünkü programımızda yazğıcı Abdurrahim Ötkür'nün öz namlıq tarihi romanını anlatışını başlayımız. Yaş idik. Uzun səfərgə atlanıb manğandı biz. Endi atqa mingidək bub qaldı ana nəvrimiz. Az idik. Müşkül səfərgə atlanıb çıxqandı biz. Endi çoğun karvan ataldı. Kaldırıp çöllerde iz. Bu kunlarda ölüm degan nima qariq tugiga o'xshab qoldi. To'g'ri, uni joduga beshig'i salla o'rab, pariji to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishtaligini nimadan bilay? Uyg'urlarda qushnidan aldaydi. Odamni so'zlagan maqol borligi Peter inelerga ma'lum. Ammo az yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud ko'mirni etib tashlashga hukm chiqardi. Muqaddima. Qadam izi birovning mong'olligini ko'rsatdi. Mahmud Kashg'ari. Yaş idik. Uzun səfərgə atlanıb manğandı biz. Endi atqa mingidək bub qaldı ana nəvrimiz. Az idik. Müşkül səfərgə atlanıb çıxqandı biz. Endi çoğun karvan ataldıq. Kaldırıp çöllerde iz. Kaldı iz çöller ara. Gahi davallarda yana. Kaldı nini arıslallar, dəş çöldə qabrisiz. Qabrisiz kaldıydı mən, yulğun kızarğan dalıda. Gül çiçekki pörkünür, tağlı baharda qabrimiz. Kaldı iz, kaldı menzil, kaldı uzakta hemmesi. Çıksı boran, kötüsü kumla, hem kömülmez izimiz. Toxtumaz karvan yoluydun, gerçi atla bek uruk. Tapqısı hiç bulmasa, bu izni bir gün, nevrimiz ya evrimiz. Hürmetli kitapxan. Şundaq g'azallarni yangritib, bepayon dalalarda kömülmez izlarni qoldirib o'tgan karvonlar yurish boshlagan chog'larda balki siz tex tug'ilmagan yoki tug'ilgan bo'lsangizmi tol chiviqni ot etib o'ynab yurgan bo'lg'aydingiz. Kim biladi? Balki shu yurishlarning birarida qor bo'ronda uchqur otlarga mingan azmatlar bilan birga jang maydonlarida qilich o'ynayotgansiz. Yoki ingizlarni ko'krikiniz bilan tilg'ab, cho'chaklardagi ajdaholardek og'zidan o't chiqib turgan potaylarga o'zingizni urganda, badaningizning bir yeri pish qilib, o'zingiz shirin uyquga ketgandek bo'lib qolgansiz. Endilikda bo'lsa, badaningizdagi totuqlarni har ko'rganda, shu kunlar yodingizga kelib, cho'lib qo'ydigansiz. Kim biladi? Balki bayılı sizni xush chaqchaqlar bilan kuldirib o'ltirgan sardishingizni birdamdan keyin yulg'un tuviga ko'mib qo'yishga to'g'ri kelganda ko'zlaringizdan taram yoshlar to'kilgandi. Yoki qorong'i kamerlar yutib ketgan yo'ldoshlaringizni har asliganda yurak bog'ringiz ezilib ketidigandi. Kesilgan boshlar, to'kilgan qonlar, daryo oqqan yoshlar. Şundak. Bularning hammasi o'tmish, hammasi tarix, hammasi yo'ruq dunyo uchun bo'lgan ishlar. Chunki u chog'larda dunyo bakmi qorong'u edi. Bu qorong'u zulmatdan qutulib,
yoruqluq yuzini ko'rish uchun bek uzun manzillarni besib, osmon palak davollardan ishq to'g'ri keladi. Xuddi Maksim Gorkiy aytgandek, Dankoga o'xshash fidokor yo'lboshchilar lozim edi. Jangalliq shunda qorong'ulashdiki, dunyo yaralgandan buyon qancha qorong'u kechalar o'tgan bo'lsa, go'yo shularning hammasi bu yerga yig'ilgandek bo'lib qoldi. Danko birdalla o'zining ko'ksini qo'li bilan yordida, yuragini yo'lib olib, beshidan ijiz qilib ko'tirdi. Yurak xuddi kunga o'xshash, hatto kundanmi yo'riqlab bo'ldi. Mana endi odamlarga bo'lgan ulug' muhabbat mash'ili bilan yo'rg'an putul jangalliq jimjit bo'lib qoldi. Qorong'u zulmat yo'ruqchilikdan qechib, jangalliqning ichkirisidagi sisiq sozliqqa berib tiqildi. Qadimki Italiyada qullar orasidan chiqqan Spartak, Xuanxe daryosi bo'ylaridan chiqqan Bahodir Shoh Li Zicheng bilan Taypunam zamonasining samoviy shohi Xuan Xiuquan, Kon Rossiyadagi kazaklardan chiqqan Settan Razin bilan Yemelyan Pugachev, Shturpan shahridan chiqqan Rahmatulloh bek bilan Qumul tog'laridan chiqqan Temir Xalpimo shu Dankoga o'xshaydigan kishilardan edi. Temir Xalpa Jungoda 2100 yil hukm surgan feodal xalqqa xotim berib, vatan zaminida tunji qitim Cumhuriyet bayrog'ini tiklagan Shinxay inqilobining ilhomi bilan Tianshan etaklaridimi inqilob bo'ronlari boshlanganda Uyg'ur xalqi ichidan chiqqan ajoyib jasur bo'ron qushi edi. Uning parvozi bilan Qumul diyorida boshlangan bo'ron har millat xalqining qo'llab-quvvatlashi bilan shundoq kuchayganki, 300 necha yillik Qumul vangliqining qo'yqapqa o'xshab ketadigan surlik ordisi bilan Urumchi jangjunglarining qora darvozaliq yamullari zilzilga kelib, gum bo'lishga oz qolgan edi. Tarixdagi bir muncha dehqonlar qo'zg'olonlariga o'xshash, bu qo'zg'olon ham murodiga yetolmagan bo'lsa-mu, Van ordilari bilan jangjung yamullarini gum qilishning mumkinligiga keng emgakchi xalqni ishondirib, ularga kuch va umid baxsh etdi. Ochiq savoqlarni berib ketdi. Shuning uchunmi Temir Xalpa 70 necha yildan buyon Qumul xalqining og'zida doston bo'lib kelmoqda. Bu kitob ana shu Temir Xalpaga beg'ishlanadi. 1936 yil yozda marhum Abdukerim Abbasov bilan ikkimiz Shturpandan Urumchiga o'qishga keldik. O'ttir maktab darslari boshlanguncha 1931-yildagi Qumul dehqonlar qo'zg'olonining yo'lboshchisi va qo'zg'olondan keyin Shinjong o'lkalik hukumatining muavin raisi bo'lgan Xo'janiyaz hojining mehmonxonasida yetib turishga to'g'ri keldi. Hoji tushlik g'izosini mehmonxonadagilar bilan birga yeydi. Dasturxon ustida har xil mavzularda parang bo'ladi. Bir kuni hojim o'zining yigitlik chog'larida Temir Xalpa yig'iliqiga qanday qatnashganligi, Temir Xalpaning ajoyib ish harakatlari, mijoz xulqi to'g'risida so'zlab kelib, Temir Xalpa uchun Xongching qabristonligida bir gumbaz qo'pirib qo'yish niyati borligini aytdi. Temir Xalpa yig'iliqi to'g'risida sening anglaganlaring bormi? dedi Abbasov. Ikkimiz yolg'iz qolganda. Men balaliq chog'larimda Marixon momimiz bilan Tugichi Barat bovudan bir muncha hikoya cho'chaklar qatorida Temir Xalpa yig'iliqi haqida anglaganlarimdan esimda qolganlarini so'zlab berdim. Abbasov qiziqib angladi va Xongching qabristonligiga berib kelishni taklif qildi. Biz qabristonlik yendiki kichikkina masjid oldida beshiga salla o'rgan bir bovoyni uchratdik. O ko'rinishidan shu masjidning ma'zini edi. Salomdan keyin Temir Xalpaning qabrisini so'radik. Bovoy, "Sizlar tuqqanlar bo'lamsizlar?" dedi va javobimizni anglab, bizni ko'ni bir qabri oldiga boshlab bordi. "Mana mushu qabri shu. Bu qabrini men o'z qo'lim bilan qatirgan.
Qani, o'ltiringlar. Bu yerga kelgan bo'lgandan keyin oyat o'qib o'tkilik. deb qiroat boshladi. Duodan keyin biz yanchuqlarimizni ko'lab, bor pulimizning hammasini buvayning oldiga qo'ydik. Buvay bizga duo qildi. Bu qavra bak o'ltirishib ketibdi. Yig'lab qo'ysak bo'pti ekan. Ya bo'lmasa bir gumbaz qo'pirib qo'ysak yaxshi bo'lg'idak. dedi Abbasov buvayga qarab. Obdan gap qilding az balam. Gumbaz qo'pirib qo'ysak obdan bo'ladi. Bu ish mening qo'limdan kelmadi. Bu endi sizlarning ishinglar. dedi buvay bizga qarab. Bu kishi noyati hikmatli gap qildi. To'mir xalpiga cho'qim bir gumbaz qo'pirish lozim. dedi Abbasov qabristonlikdan chiqib kelib o'tib. Afsuski, bu gumbazni qo'pirishga Xo'ja Niyoz hojiningmi, Abbasovningmi umri yor bermadi. Yillarning bo'ron chopqinlarida To'mir xalpining qabrisimi izsiz yo'qolib ketdi. Heliqi buvayning aytganidek, To'mir xalpi uchun bir gumbaz qo'pirish keyingi avlodlarning ishi edi. Tosh to'pa yoki po'lat betondan emas, iqi qog'oz, qarsi siyoh bilan qo'pirilgan gumbazlar har qanday bo'ron chopqinlarga bardoshlik berib, avloddan avlodga qoladigan gumbaz bo'la oladi. Marhum Abbasovning deganimi shu bo'lsa kerak. O'zimning notivorligimga qaramay, shundoq gumbaz qo'pirish niyatida bir qancha yillar izdandim, o'rgandim, yig'dim va yezishga kirishdim. Biroq yozganlarimni 10 yillik jot shivirganlari uchirib ketdi. Qalamim so'ndi. Qalam so'ndi, alam azdi dilimni. Shamol dorib kechach qildi tilimni. Qo'lim tutmas, putum basmas palachman. Nima birla qilay rozi ilmni. 100 ming shukrikim. Qayta bahor boshlandi. Bahor yomg'irlari yig'ib, suvlari toshdi. Bahor qushlari sayrab, dilimga ilhom va umid, qo'limga kuch va quvvat baxsh etdi. Davron menga yangi qalam berdi. Endi yozmay qachon yozg'uliq? To'mir xalpa yaqinqi zamon Uyg'ur tarixining qonliq sahifalaridagi bir qahramon shaxs. O tarixning ko'z yeshi. Tarix o'tgan kunlarning oddiy xotirasi emas. Balki Marks aytgandek, o'z maqsadini izlab yurgan odamning faoliyatidan iborat bo'lg'achqa, tarix temida yozilgan roman chin ma'nosidan aytganda ham haqiqiy tarix, ham badiiy asar bo'lishi. Ya'ni tarixshunoslik bilan romanchilik san'atining jonliq berikmasi bo'ladi. Hammadan avval tarixiy chinlikni asos va oldingi shart qilishi lozim. Mundaq asar muallifdan tarix ichiga cho'nqirlab kirishni va tarix ichidan qanqib chiqish mahoratini bilishni talab qiladi. Men bu romanda shu prinsiplarga qattiq amal qilishga tirishdim. Tirish natijasining qanchalik bo'lganligi keng jamoatchilikning obyektiv bahosiga bog'liq. Bu kitob hech bo'lmaganda tariximizdagi qahramonlarning besib o'tgan izlarini yo'rtib berishda bir boshlanish bo'lib qolsa ajab emas. Kam yerni keyingilar to'ldira, xatosini ko'pchilik tuzdi. Oxirda menga To'mir xalpi to'g'riliq nurg'un hikoyalar so'zlab bergan, ya'ni 1983 yil aprelda 104 yoshida qazo qilgan Ro'zi bova qatorliq bovu mo'minlarimni cho'nqur hurmat bilan yod etib o'tgach, ba'zi arxiv materiallardan foydalanish imkoniyatini bergan partiya rahbarligiga, meni nurg'un yozma materiallar bilan ta'minlagan birodarim marhum Ismoil Ibrohimga, Obliz Ismoil, Kerem Rehim, Abdulla Ahmadi, Abdulla Hoshur, Reqib To'mirdak sabdoshlarga cho'nqur minnatdorlik bildiraman. Birinchi bob. Tog' parisi.
Mağızları gül-gül, kirpikleri xor. Qapoqlari kang-kang, og'izlari tor. Alisher Navoiy 1911-yil yoz kunlarining biri. Qarag'aysarliq yop-yeshil jilg'a. Toshdan toshqa urilib eqayotgan tog' suyining hayvatlik sharqirashlari butun jilg'ani qoplagan. Shu eqin bo'ylab xuddi yilon izidek so'zilgan chig'ir yo'lda otliq bir yigit dimg'ida naqsha etib kelyotdi. Yelkisidagi dushalqiliq qora miltiqi bilan g'onjug'isidagi bo'rak, sug'ur terilari uning ovchi ekanligini ko'rsatib turadi. Birdan havo buzildi. Qora bulut parchalari to'p-to'p qarg'alarga o'xshash agib kelib, egiz tog'larning boshlariga qo'nishga boshladi. Oy janigaray. Bu meningda men yedi. Yomg'irni qo'ydigan o'xshaysan. Qani, qadimingni ildamlatqina. Dedi bir yigit etini devetib. Qari at bo'ri mengishiga tushdi. Biroq jilg'iga usib kirgan bir tumshuqdan o'tishi bilan qattiq urkib orqaga yamdi. Atliq o'zini o'ngchab bo'lguncha o'ng tarafdan bir qizning dod faryodi anglandi. Chashlari chuvilgan qiz yiqilib qo'pib qochib kelayotdi. 10-20 qadam keyinida yo'g'on bir eyiq uni qo'g'lab kelmoqda edi. Yigit otdan sakrab tushib eyiqqa o'q uzdi. Eyiq dumilinib ketdi. Biroq ko'kirgidan qon eqib turishiga qaramay, yana qo'pib dahshat bilan hurkirgan peti yigit tarafga daldanglab bondi. Shu arada havo guldirlab, chaqmoq chiqib ketdi. Yigit qora miltiqini batlashga ulgurolmay, uning dushalqisini eyiqning og'ziga to'g'irladi. Irg'ay yog'ichidan yasalgan dushalqa eyiqning gilig'i nayzadek sanjilib qoldi. Shu arada eyiq bir silkinib, og'zini bo'shtab oldi. Endi yigit qochib yurib, miltiqning poyniki bilan uning bosh ko'ziga urishga boshladi. Biroq bu yirtqich yelimjon bo'lib qolganiga qaramay, yana hirs qilib turadi. Yigit chaqqonlik bilan yondab keldi-da, quloqdan elib ko'krigiga bir shikki pichoq uribdi. Eyiq tumshug'i bilan yer tirajab jim bo'ldi. Yigit o'zimi qor targa cho'mib ketgan edi. U yilqi qizning o'zsiz yotganligini ko'rib, kigiz qalpiqi bilan suv akilib yuziga sepdi. Qiz bir saskinib ko'zini ochdi-yu, beshini ko'tarolmadi. Qizning chuvilib ketgan qop-qora chochlari orasida xuddi bulutlar ichidan yerim ko'rinib turgan to'lin oydek yumaloq yuzi mumdek oqarib, ko'zlari o'ltirishib ketgan edi. Gaz bog'lab ketgan nefis lavlari mahkam yumug'liq turadi. Yigit bir qarabla uning ochliq va horg'inlikdan darmoni ketganligini tushunib, nariroqda quloqlarini dim qilib turgan etini tutib keldi-da, teri xurjundan choy jo'shni chiqarib, choy qaynatishga kirishdi. Choy qaynatgach, uni yo'lab o'tirg'izib, yog'och cho'chakda choy ichkizishga boshladi. Qaynoq choy bilan bir parcha pishloq qizg'i darmon bo'ldi chig'ing. U xeyli tetiklashib, bo'yniga tushib qolgan holi shoyi yog'liqini beshig'i chegib oldi. Shu arada o'tkinchi yomg'ir quyubatdi. Yigit bilan qiz bir qarg'ay tubiga kelib, yonma-yon o'ltirishdi. Qiz shundoq chiroyli ediki, yigit ixtiyorsiz holda uningga bir shikki qitim qarab oldi. Qizning yeshil naxmal kamzuliga qadalgan ushoq gullik tangilar bilan tumshuqlari toshda tilinib ketgan gullik o'tiki yigitga g'alati ko'rindi. Ey, bu qiz biz haqdan emas-ku. Nadin kelib bu yerlarda tinib yolg'iz yurdi-g'andi, deb o'ylaydi u. Ammo gap so'rashga betinolmaydi. Qiz bo'lsa, o'zining nijotchisi bo'lgan yigitga ostirdan qarab, nimanidir demoqchi bo'ldi-yu, gap qilolmay lavlari titrab ketdi. Shu chaqdala yigitning u yer bu yeri yirtilgan chopini bilan bo'yin aralab so'l mursidagi tirnoq izlaridan tapchayotgan qon tomchilarini ko'rib qilib, darhol ro'moli bilan surtmoqchi bo'ldi. Hech vaqasi yo'q. Rahmat sizga. Jinimni qutuldirib qoldingiz.
Yigitning gumoni to'g'ri edi. Bu rahimsiz taqdirning dahshatlik bo'ronlari allaqayoqlardan Qumul tog'lariga uchirib kelgan qozoq qizi edi. Yigit dadasining cho'nglarga aytib beradigan o'z sarguzashtlari qatorida qozoq xalqi haqida qilgan ba'zi gaplarni anglab qolgan bo'lsa-mu, o'zi texi qozoqlarni ko'rmagan edi. Shunga qizning gapini darhol tushunolmay sal turib olib yana so'radi. Iyiq. O'zlar bo'lmasa, bu iyiq menimi yeb qo'yurdi. O'zlar natdan keldilar. Qizmo bu gapni ta'sir tushunib, o'zining yiroqdan kelganligini uqtirdi. Andin yigitning endi nega boradilar degan savoliga javoban nega berishini o'zining bilmaydiganligini aytib yig'lab tashladi. Yigit butun vujudi erib ketayotgandek bo'shib ketdi. Hey, qanday qilsam bo'lar? Uyga borsalar desam, unarmi? Navoda unimiz-chi? Uni bu yerda qandoqmi yolg'iz tashlab ketgili bo'ladi? Bizning uyga boramdilar. Ancha yiroq emas. Uyingizda kimingiz bor? Qizning bu gapi bilan yigit tetiklashib, o'z uyida qeyri ota-onasining borligini, o'zlarining molchilik va ovchilik bilan kun ko'rdiganligini bir nimalar qilib uqtirdi. Qiz berishga rozilik bildirdi. Yigit o'tkinchi yomg'irning oxirgi tomchilari ostida eyiqning terisini so'yishga kirishdi. Qizmo qo'ynidan pichoq chiqarib uningga yordamlashdi. Yigit buni ko'rib, ularning yurtida qizlarni pichoq tutadigan o'xshaydi, deb o'ylab qoldi. Keyin uning o'ylig'inidek bo'lmay, bu pichoqning siri boshqacha bo'lib chiqdi. Yigit eyiq terisini egarga bo'ktirmalab bo'lib, qizni otga minishga taklif qildi. Qiz boshda unimayroq, keyin yigitning zo'rlashi bilan otga mindi. Qiz bir qadam oldida ketayotgan yigitga endi o'ptanroq qarashga boshladi. Uning kelishgan qaddi qomati, kang yelkasi, bo'libmi palvonlarcha mardona qadam tashlashi kimdir biriga o'xshab ketgandek sezildi-da, birdili ko'ngli buzilib, orqada qilayotgan egiz tog' cho'qinlariga ixtiyorsiz burilib qaraydi. Uning bo'lti ko'zlaridan mag'ziga temayotgan yosh tomchilari petib ketayotgan quyosh nurida xuddi sahar vaqtidagi shabnam donchillaridek parqiraydi. 300 necha yil hukm surgan Qumul vangliqining oxirgi vakili Shomaqsut vangliq qilgan zamonlarda Qumul tog' rayonlari 12 sumulga bo'lib idora qilinadi. Bu 12 sumul 12 tog' deb ataladi. 12 tog' Tarati, Qo'ray, Tashar, Edir, Bag'dash, Xotuntam, Shopul, Boy, Ori-Turk, Nom, Turkul va Nerinkeri degan yerlardan iborat edi. Har bir tog'ni har bir do'rg'i boshqaradi. Nerinkeri Qumulning shimolidagi Tiyanshan tog' tizmalariga joylashgan bo'lib, Qumuldan Bar ko'lga boradigan yo'l Ko'shita dovon orqali Nerinker tog'larining etikidan o'tadi. Nerinkirliklar oz ko'p tirikchiligini hisobga olmaganda asosan chorvachilik bilan kun kechiradi. Boyiqi ovchi yigit ana shu Nerinkirlik Saparqul degan molchining o'g'li edi. Saparqulning o'zi bo'lsa 15 yoshida Qaris to'ninga hisobiga Van ordusiga qulluqqa tutilgan edi. Shuningdan boshlab ordining oyog'i uzilmaydigan parcha-purat ishlaridan tortib, ot beqish, orva haydash, Van bir yoqqa mangsa taxtiravon ko'tarishga o'xshash ishlar bilan uning 25 yillik umri o'tib ketgan edi. Bu 25 yilning ko'p qismi u yiqi Beyjing, bu yiqi Mori, Guchung, Oltay Cho'chak, Urumchi, Turpan yo'llarida, Vanning Sodi karvonlarida to'yga yetalash bilan o'tdi. Shomaqsut 54 yil vangliq qilish mezgilida Beyjingdagi Manju xonlarining oldiga haddi hisobsiz sovg'a salomlar bilan 10 qitim ta'zimga borgan va shu jarayonda uning mansab darajasi 18 qitim o'stirilgan edi. Shomaqsut Van Beyjingga qilingan safarlarning biridan qaytib kelayotganda bir tush ko'rib qoldi.
ta'birchilar bu tushni Agar orduning koni qullaridan birini azod qilsa, Gang'ojamning martabasi texmi o'zgay. deb o'radi. Shuning bilan Shah Mahsud o'nlagan ordu qullarining ichidan Saparqulni azod qilib, o'z yurti Nerinkirga qaytargan edi. Saparqul azod bo'lganda 40 yoshga kirib qolgan. Ota-onasi bo'lsa, allaqachon olamdan o'tgan. Shunga urug' tuqqanlari bilan el jamoat uni jahondan avlodsiz ketmasin deb Ravixon degan bir tul ayolga uylantirib qo'ygan edi. Oradan birer yil o'tib Ravixon bir o'g'il tug'di. Saparqul Men ko'rgan qulluq jabridan Xudoyim omon saqlag'ay degan o'y bilan erim qilib, bolaga Omonbek deb ot qo'yg'izdi. Biroq Saparqulning o'g'liga bu ot singmadi. Bola 7-8 yoshlarga kirganda mahalladagilar Omonqul deydigan bo'lib oldi. Eting nima desa, bolamu Omonqul deb javob beradi. Shunday qilib, bolaning eti Omonqul bo'lib qoldi. Ammo bu ishlar Saparqulning ko'nglini nihoyat g'ash qildi. Bu qandoq gap? Ular bak bolasi bak, qul bolasi qul. Sening qul degan eting balangga miros bo'lib qilish kerak demakchimi? deb o'ylaydi kimlargadir ochiq qilib. Biroq oylar, yillar bir xilda kechaverdi. Zamon o'z paylini o'zgartmay o'taverdi. Saparqulmu taqdirga tan berib, o'z tirikchiligini qilaverdi. Bolani bo'lsa, miltiq tutalaydigan bo'lgandan boshlab ovchilikqa o'qitib keladi. Omonqul yigitlik davriga yetganda usta margan bo'lib qoldi. Bir kuni dadasi o'zining birdan bir qimmatli boyligi bo'lgan ko'ni qora miltiqini uning qo'liga tutqizib, "Ah, bolam, men qirib qoldim. Endi o'zing bir nima qil. Xudoyim barkat bersa, qarzlarni uzib, to'yliqingni rastlab olurmiz." Shuningdan buyon Omonqul kasbiy ovchi bo'lib qoldi. Ba'zida 2-3 kunlab uyga qaytmaydi. Bugun u 2 kunlik ovdan qaytib kelib o'tib, boyiqi iyiq vaqasiga uchragan edi. Omonqul boyiqi qiz bilan yurt ichiga kirganda, onda-sonda chiroqlar yenib, ishlar g'ovshimoqda. Qo'y-qo'zilar marashmoqda edi. 14 kunlik to'lin ay yer jahonning kunduzligidek yo'ritib turadi. Ular mahallaning eng chetidagi uyga yaqinlashganda, g'ovshib kelayotgan qora yildiz o'z egisini tunib jim bo'ldi-da, quyruqini shipang'ishib kelib, Omonqulning teri shalvurini purashga boshladi. Saparqul bilan Ravixon mo'maymu uydan chiqib keldi. Bu tomlari toshloy bilan qo'pirilgan oddiy bir uy edi. Uning o'dilida bir kigiz uy oppoq oydinda xuddi bo'z gumbazdek cho'qchiyib turadi. Qerilari Omonqul bilan esallashib o'tib, otdan tushayotgan qizga hayron bo'lganda qarashdi. Mehmon boshlab keldim. Voy, armag'ayla ayla qizim. Xush kepsiz. Qani, uyga marhamat. Ay, mo'misi, bu oyla qizimni kigiz uyga boshla. Ohoy, iyiqmi otdingmi deqi? Xo'y, ish qilsan-go. Mang'amdi, sen maharda qol. Qiz qo'llarini ko'ksiga qo'yib, bo'voy bilan mo'mayga salom qildi. U qora chiroq yo'riqida ko'ni bo'lsa-mu, pakiz yig'ishtirilgan kigiz uyning ichiga ko'z yugurtib chiqqach, o'z uyiga kelib qolgandek yeniklik his qildi. O't qalab beray, kiyimlarini qurtib olsalar. Aytmoqchi, bu ayla qizimning eti nima ekan? Aysula. Voy, qizim, otlari xo'ymi chiroyliqkan. O'zlar kimning qizi bo'ladilar? Ana, to'la gap so'rab, mehmonning ko'ziga kiramanmay, avval bizga choy bersan-chi. Voy, sho'rim qo'rg'ur. Demisimiz rost emasmi? Odam degan nima qiyirg'andisa, ziyoda gaplik bo'lib qoladi ekan, bolam. Bugun seni kelib qoldi deb kuji qaynatib qo'yib-edim. Xo'sh, hozirla isitay. Tog' piyozi aralashtirilib qaynatilgan arpa kujisi nihoyatda mazalik edi.
Dasturxon yig'ilganda Safarqul o'g'lidan eyiqni qanday qilib etib olganligini so'radi. Amanqul bo'lgan voqeani talto'kis so'zlab berdi. Xudo saqlaganni bo'ri yemas, yey desimi tishi o'tmas degan shu. Bu qizimning ta'lim ekan. Etimo chiroyliqkan, ay sulu deydi. Ay sulu? Qozoqchada chiroyliqni sulu deydi. Shundaqmi qizim? Siz olti oyoqdan kelgan o'xshamamsiz. Qiz javob bermay begiz barmog'i bilan kigizni tatalab jim o'ltirdi. Safarqul kulib qo'ydi-da, endi bu qizning cho'qim bir cho'ng baxtsizlikka uchraganligini, hozircha yasirab o'z dardini aytolmayotganligini pamlab, otalachi mehribonlik bilan mundoq dedi. Bo'pti qizim, qayerdan kelgan bo'lsangiz mayli. Siz bizga xudoyi qo'noq. Men yosh chog'larimda sizlarning sutqimizinglarni ko'p ishgan, tuz ta'minglarni ko'p tetigan. Bu yaxshilikni bir yondirsam deb tilaydim. Xudo bugun orzuyimga yetkizgan o'xshaydi. Qizning ko'zlaridan taramlab yosh to'kilib ketdi. Ravixon mo'may uning bosh ko'zini silab, o'zini ko'z yeshi qilishga boshladi. Hay, bo'ldi qalmo'misi. Endi bu oyla qizimmi aramason. Atsi atiganda Ravixon mo'may qizning sochlarini tarab, o'zining qiz to'yida kiygan kimxob jiyaklik gullik duxovi do'ppisini uningga kiygizib qo'ydi. Do'ppa qizga shundoq yarashdiki, bir qarashda u Uyg'ur qizining o'zili bo'lib qolgan edi. Mo'may uning sumbul sochlariga, inchki qari qoshlariga, uzun kirpiklari bilan bo'ti ko'zlariga, nefis lavlari bilan olmadek yumaloq yuziga qarab, "Ya Alloh, ajabmi chiroyli to'rilib tikan. Osmondagi oyning o'zila", deb o'yladi. "Jinim balam, o'zlani oy qiz desam bo'g'adak, oyg'ili o'xshaydi ekanlar." Qiz mo'mayning gapini tushundi. O'zining fojialik sarguzashtlari va poyonsiz cho'lda ketib o'tib, tun qorong'usida yo'ldan adashgan yo'lovchininkinek noma'lum taqdiri tufayli o'z ismini o'zgartirib olishning lozimligini o'ylab rozilik bildirdi. Oqshima osh ichib o'tib, Ravixon mo'may buvay bilan o'g'liga bu gapni aytib berganda, hammasi kulishib ketdi. "Hay mo'misi, sening za demaydigan gaping, chanmaydigan deping yo'q. Oy qiz deganingga toza bo'pti. Ammo bu qizimning o'ziga pisand kelurmikin? Qanday qizim? Bu ot sizga yoqamdi?" Qiz g'amkin kulib qo'ydi. Shundoq qilib, qizning eti oy qiz bo'lib qoldi. Oy qiz shu kundan boshlabla uy yig'ishtirish, qozon qumuch yuyish va seg'in qilishdan tortib, quritishgacha bo'lgan hamma ishlarni qilishga kirishdi. Uy egallarining xushalligi ichiga sig'maydi. Biroq oy qizning ko'ngli doim sunib yurishini va pat-patla ulug' kichiktinib chekishini ko'rib ichi pushatdi. Xoliroq qolgan kezlarida bu zada nima bo'lgan qizdir, uqib baqsaq bo'ladi deysimi, uni ayab so'rashga petinolmaydi. Qizning bu ahvoli bo'libmi Omonqulga qattiqroq ta'sir qiladi. Yiliqi eyiq vaqasi bo'lgan kuni qattiq yomg'ir yig'ayotganda qiz bilan qarag'ay tubida yonma-yon o'ltirgan soatdan boshlab Omonqulning qalbida ajoyib bir his paydo bo'lgan edi. Qizni har ko'rganda yuragi chiq qilib ketadi-da, darhol yerga qarab oladi. Qizning sal-pal echilib yurganini ko'rsa, xushal bo'lg'isi kelib, chekkinini anglasa, butun vujudi titrab ketadi. Shundoq qilib 10-20 kun o'tib ketdi. Oy qizning osmondan tushgandekli paydo bo'lib qelishi, qo'lim qo'shnilar bilan ahli mahallani texoma hayron qildi. Ba'zilar yiroq yaqindan ajablanib qaraydi. Bo'libmi ayollarga bo'lib berdi. Ba'zilari biror bahona bilan Ravixon mo'mayni gapga selib ko'radi. Ravixon mo'may bo'lsa, boshda deyishib olgani bo'yicha oddiylik qilib, bor ko'ldagi bir tonishimizning qizi deb javob beradi.
lekin buningga hech kim ishonmaydi. Och nimani yemaydi, al nimani demaydi degandek, oxir har xil gap so'zlar chiqishga boshladi. Ba'zilar Amanqulga bir tavuk parisi uchiqishibdi. desa, yana ba'zilar Iyiq ab chiqib kelgan qizkan. Amanqul qutqizib opdi. Endi Amanqulga takkudak. deyishadi. Ba'zi oq ko'ngil kishilar bo'lsa, Hey, haning bo'lsa bu bekarlar kimning oldiga qiz so'rab boratdi? deb ko'ngil bo'lsa, yana ba'zi ko'ngli qorilar Amanqul bir qozoq qizini o'g'irlab kelibdi. Puli yo'q, oshiq, tayyorga ma'shuq degan shu. deyishadi. Ba'zi holliq oilalarning yigitlari torliq qilib, Hey, Farida qizning Amanquldek yalantoshning qo'liga tushib qolganini qaramamdigan. deb niyatini buzishga boshlaydi. Bo'libmi Niyoz To'rg'ining erki o'g'li Xomushbegning payli hammadan bak yomon edi. Oy qiz bo'lsa, texichilar sir bermay chekib yuradi. Bir kuni Ravixon mo'may safar qilgan mundoq dedi. Dadisi, bu ish zodi bo'lmadi. Mundoq o'tayverib, bu oyla qizim og'rib tortib qolmag'ay yana. O'zlar gapini xeyli obdan uqdigan bo'lgandan keyin so'rab baqsizlar. Nima dadi bo'lsa, ilojini biz qilamiz. Rost aytsan bo'lmasa, meningmi ishtim pushib ketdi. Bu guvolga qarab, yurak bag'rim ezilib ketyapti. Men bu yerda sen gap ichib baq, nima derkan? Bir kuni oy qiz o'shki tevitidan yip egirib o'ltirganda Ravixon mo'may mundoq dedi. Jinim bolam, mening qizim yo'q edi. Xudoyim o'zlarini osmondan tushirib berdi. Qorong'u uyga chiroq yiqilgandek, o'zlar bilan ich qornimiz echilib qoldi. Bir kun bo'lmasa, bir kun qisos olasan. Shoning uchun yashash kerak, yashash kerak. Xudoyim menga bergan qiz. To'rg'amza, bu qizning egisi yo'q. Nima qilsam qilaman ekan? Bu haqoratni ko'rdinglarmi? O'lganning ustiga tepgan degan shu emasmi? Qanday chidab turaman? Aytinglar-chi. Endi nima qilg'um? Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zihoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir